Muhtaram talabalar, bugungi mavzuimiz futbol bo'yicha maxsus mashqlar to'g'risidagi darsimizni boshlaymiz. Futbol o'yini Angliyada paydo bo'lgan bo'lib, 1813-yildan beri hozirgi kunga qadar o'ynalib kelinadi. Futbol, fut, oyoq, bol, to'p degan ma'noni bildiradi. O'zbekistonda birinchi futbol o'yini 1912-yilda Qo'qon shahrida paydo bo'lgan bo'lib, hozirgi kunga qadar futbol klublari, futbol eng sevimli o'yinlardan biri hisoblanadi. Futboldagi harakatlar murakkab bo'lib, masalan, yengil atletika, gimnastika, suzish va boshqa turlardagi kabi uni oldindan ko'rib bo'lmaydi. Futbolda harakat o'yindagi vaziyatga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun chaqqon harakat qilishni o'rganishga ahd qilgan futbolchi murakkab bo'lgan harakatlarni bajarishga tayyor bo'lishi kerak. Chunki o'yin o'rganganda ma'lum usullar va ko'nikmalargagina iborat bo'lmaydi, balki bir-biri bilan o'zaro murakkab bog'liqlik bo'lgan vaziyatlardan iboratdir. Futbol maydoni bilan tanishib o'tamiz. Demak, futbol maydoni uzunligi 120 metrgacha, eni 75 metrgacha bo'lgan holatda tashkil etiladi. Demak, o'rtada markaziy chiziqda aylana shaklida 9 metr radiusda aylana shakli tashkil etiladi va 16 metrlik jarayon maydoni 5,5 metr darvozabon maydonidan iboratdir. Darvozaning uzunligi 7,8 cm, eni 2,44 cm hajmda bo'ladi. Yaxshi futbol o'ynash uchun kamida 4 ta muhim qobiliyatga ega bo'lish kerak. Jismonan rivojlangan, o'yin texnikasini egallagan, o'yin taktikasini yaxshi anglagan va maydonda o'zini yaxshi tuta oladigan bo'lishi kerak. Eng avvalo futbol texnikasiga e'tibor qaratish kerak. O'yinchi tez va uzoq vaqt yugura olsa, futbol maydonida vaziyatni to'g'ri tanlay bilsa-yu, darvoza tomon to'pni aniq va kuchli zarba bilan tepa olmasa, to'pni to'xtata olmasa va to'pni olib yura olmasa, u jamoasiga foyda keltira olmaydi. Agar jismoniy va taktik ustunlikka to'pni mohirona boshqara bilish ham qo'shilsa, bunda futbolchi mahoratiga shubha qilmasa ham bo'ladi. Shvetsiyalik mutaxassislardan biri Valtteri bu borada shunday yozgan edi: futbol texnikasining o'zi chegarasi bor. U hamma narsani hal qilmaydi, lekin o'z hech bir yutuqqa erisha bo'lmaydi. Zarb o'yindagi eng asosiy harakatlardan bo'lib, bunda doimiy darvozani nishonga olish yoki to'pni sherigini oshirish bilan ikki maqsad ko'zda tutiladi. To'p paslar uzatilgach, unda zarb yo'llash texnikasini o'rganamiz. Pele bu haqida quyidagicha tavsiya qiladi. Bu maqsadda erishish uchun oyoq gumbazi o'rtasi bilan to'p markaziga zarba berish kerak. Tayanch oyoq holati mohiyatan muhim ahamiyatga ega. U to'p bilan bir tekisda, masalan, undan 15 cm chetroqda bo'lishi kerak. Bunda oyoq panjalari to'pning ko'zda tutilgan uchish tarafiga qaratiladi. Bir tekisda tovon oshib turishi uchun oldinda to'pni ko'rish kerak. Zarb berayotgan paytda gavda to'p ustida shunday bo'lishi kerakki, bunda bo'sh, hatto undan oldinda to'pni tepayotgan oyoq tizzasi esa bevosita undan baland bo'lishi lozim. Tepadigan oyoq tizzasi iloji boricha zarbadan oldin orqaga egilishi, keyin to'p tepgandan so'ng darhol to'g'rilanishi juda muhimdir. To'pni olib yurish bu to'pni harakat vaqtida nazorat qilish malakasidir. Bu usul yugurish, to'pni raqib qarshisidan muvozanat saqlagan holda turli usullar bilan tepa bilishni o'z ichiga oladi. Iqtidorli o'yinchilarda yana maydonni ko'ra bilish va bu vaqtda o'zini to'p nazorat qilish bilan malakalari ham qo'shilgan bo'ladi. To'p surish ikkita asosiy usulga ajratiladi. Oyoq panjalarining gumbazining ichki va tashqi qismi, ulardan to'g'ri chiziq bo'ylab yo'lsimon yo'nalishni o'zgartirib harakat qilayotganda foydalaniladi. Maydonda keng harakat qilish imkoni bo'lganda to'p o'yinchidan 60-100 cm oldinda bo'lishi kerak. Raqib tig'iz qilib qo'yayotgan paytda to'pni bundan uzoqlikda tutish xavfli. Shuning uchun u o'yinchidan 10-15 cm
ortiq masofada bo'lmasligi kerak va unga oyoqning to'pig'idan sal oldinroq qismi bilan zarb berish borish kerak. Gavda bo'sh va yelka oldida engashtirilgan oyoqlar tizzasidan biroz o'pilgan bo'lishi lozim. To'p surish bilan bog'liq bo'lgan quyidagi mashqlarni bajarish talab etiladi. To'pni doira bo'ylab asta-sekin avval oyoq yuzining bir tomoni bilan, keyin esa ikkinchi tomoni bilan yumalatiladi. Bunda to'p tepilayotgan oyoqning holati to'g'riligiga e'tibor berish kerak. Keyingi mashqimiz yerda 8 raqam chiziladi. Avval o'ng oyoq bilan chap tomoni bilan soat strelkasi bo'ylab yo'nalishda, keyin oyoq yuzining o'ng tomoni bilan soat strelkasi teskari yo'nalishda to'pni dumalatiladi. Keyingi mashqimiz oldingi mashqlarga eng chap oyoq bajarish, butun gavdani to'g'ri tutish va to'pni ko'zda qochirmaslikka e'tibor qaratish kerak. Kuchli oyoq bilan oyoq yuzining chap tomoni bilan to'pni tepish borish, sekin suratda to'siqlar oralab to'pni bilan chapga, keyin sust oyoq bilan o'ngga tashlab to'pni dumalatish. Keyingi mashqimiz endi oldingi mashqlardagi kuchli oyoqni oyoq yuzining chap tomoni bilan to'pni tepib borib, o'ngga, keyin sust oyoq bilan chapga tashlab dumalatish. Quyidagi tasvirimizda to'pni olib yurish, to'pni surish tasvirlari ko'rsatib o'tilgan. Mana demak, chap oyoqda, o'ng oyoqda oyoq gumbazining ustki qismi bilan oyoqning ichki qismi bilan zarba berishlar tasvirlangan. Xuddi maktabdagi alifbodan o'qish va yozishni o'rgangandek, futbol alifbesini o'zgartirishda ham alifdan, ya'ni faqat 3 ta texnik usul va ularning qo'shilmasini bajarish, o'rganib olish kerak. Birinchi mashqimiz oyoq yuzining ichki va tashqi qismlari bilan to'p surish. Keyingisi yugurib kelib oyoq yuzining o'rtasi bilan to'pni tepish. Keyingisi qarshi tomondan dumalab kelayotgan to'pni oyoq yuzining ichki tomoni bilan to'xtatish. To'pni to'xtatib qolishga oid mashqlar to'plamini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi tashlab berilgan to'pni turli usullarda to'xtatish. Ikkinchi mashqimiz tikka yoki engashtirilgan taxta devordan qaytgan to'pni turli usullar bilan to'xtatish. Keyingi mashqimiz sherik yoki murabbiy tepib yuborgan boshli bilan urgan yoki qo'li bilan tashlagan to'pni tutib usullari bilan to'xtatib qolish. Keyingisi to'pni o'yin mashqlari 3 ga 2, 4 ga 2 va boshqalar kabi mashqlar orqali to'xtatib qolish. To'pni olib yurish mashg'ulotini boshlashdan oldin harakatlarni yaxshi qo'shimcha tarzda bajarish vazifasi qo'yiladi. Bunda to'pni turli usullardan, turli tezlikda to'siqlardan va to'siqsiz joydan olib yurish orqali erishiladi. Bunda to'p turli yo'nalishlarda olib yuriladi. To'pni olib ketayotgan futbolchining yo'liga turli ustunchalar osib qo'yilgan qopcha, to'siqlar qo'yish mumkin. Demak, bugungi futbol o'yinida maxsus mashqlar mavzusidagi darsimiz yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.